Ronaldo Toshkentga, Benzema esa Farg'onaga keladigan bo'ldi. Kuala Lumpurda o'tkazilgan Elit Chempionlar Ligasi qur'asi O'zbekiston uchun tarixiy yangiliklarni taqdim etdi. Eng katta shov-shuv Cristiano Ronaldo Toshkentga keladigan bo'ldi. Qur'aga ko'ra Saudiyaning An-Nasr jamoasi Paxtakorning uy o'yinlaridagi raqibi sifatida tanlandi. Yangi liga bosqichi formatiga ko'ra endi guruhlar yo'q. Har bir jamoa 8 ta turli raqib bilan to'qnashadi. Paxtakor o'z maydonida Ronaldodan tashqari Eronning Istiqlol, Traktor va Saudiyaning Al-Qodisiya klublarini qabul qiladi. Farg'onalik muxlislarni esa haqiqiy futbol bayrami kutmoqda. Neftchi o'z uyida Saudiya grandlari Al-Hilol, Al-Ahli va Al-Ittihodga qarshi maydonga tushadi. Shuningdek, Qarshining Nasaf klubi Osiyo Chempionlar Ligasi 2 turnirida Birlashgan Arab Amirliklari, Kuvayt va Bahrayn jamoalari bilan kuch sinashishi ma'lum bo'ldi. O'zbek klublarining 8 ta raqibidan 5 tasi Saudiya Arabistoni vakillari ekani bu yilgi musobaqani o'ta murakkab va qiziqarli qilishi shubhasiz. Nima deb o'ylaysiz? Biz kutayotgan yulduzlar chindan ham O'zbekistonga keladimi yoki yo'q? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring va Anhor o'zining ijtimoiy tarmoqdagi sahifalariga obuna bo'ling.